Juda ham ozgina qoldi. Tezroq 100 mingta bo'lib, o'sha YouTube da legendarniy knopkasini olib, orqamdagi fonga qo'yib qo'yishim kerak. Sizlardan iltimos qilingan turgan narsa faqatgina shu obuna va like. O'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'yish. Demak, birinchi taktikadan boshlaymiz. Juda ham ko'pchilik ushbu vaziyatda menda ikkita yo'l bor deb o'ylaydi. O'ng tomondan yoki chap tomondan. Ja bo'lsa orqaga qochish. Yo'q. Bizda 3-yo'l bor, ya'ni ushbu korobkaning tepasiga sakrab chiqish. To'g'ri, bu defaultning narsa emas. Juda ham ko'pchilik hozir default o'ynashga o'rganib qolgan, lekin defaultdan qochgan holatda otishadigan bo'lsa, bizda ustunlik katta bo'ladi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin, sopernikimiz bu narsani umuman kutmaganligini. Demak, ikkinchi taktika. Hozir qilgan xatoim ancha qimmatga tushishi mumkin edi, lekin men sopernikimda alda oldim. Ya'ni yaxshigina damage'larni qabul qilganimdan keyin bazaga qochib turgandek ko'rinib, lekin boshqa pozitsiyadan kontra-atakaga o'tdim. Bu taktikaning asosiy ma'nosi sizni keyingi xodingiz sopernikingiz uchun